O yerdiken bir neçə gün bo'ldi. Her gün özü yalğız kelyaptı. Ens qo'lsalayli, baldura tutib xo'jayin gapirib bermamdi. Boşuna gap qil. Men atrofga qarab baqay. Bexatarlik birinchi. Qandaq bexatarmikan? Aldırma çataq chiqib qolmasin. Endi men uxlag'ach turay. Endi o çataq chiqmasa. Hamakat, uyg'on, hamakat. Hamakat, tunjuk qilmagan sen, ha? Dinozavcha. Bir haqiqatdan maqsadimga yetmasangmi, yana keldingmi? Maqsadimga yetmagachga kelamanda. Hamakat. Şu qo'riqimiz roketa qo'yib beribdi-da. O, buyliq qarmoq aylandi. Qaraganda shikinlamab ketqazadigan o'xshamamizlar. O'ylimga yadin yana dinozavrcha uchrab qoldi. Qatam bo'ldi. Doktor xo'jayin, bu ularning 25-chi qatim mag'lub bo'lishi. 26-chi qatim mag'lub bo'lmoqchimi? Albatta, 25dan keyin 26 keladi, 26dan keyin 27 keladi. Xo'jayin, buni belgichiligim bor. 27dan keyin 28 keladi. Yo'qol! Ma'qul xo'jayin. 27dan keyin 28 keladi-ku. Yo'qol! Rahmat xo'jayin. Xo'jayin, men nimani xato qildim? Nimani xato qilganingni chiqib yaxshi o'ylash. O endi toshqanni qachon tutib kelasizlar, ha? Xo'jayin, kelar qaytim. Men va'da qilay. Kelar qaytim u ahmoq toshqanni cho'qib tutib kelaman. Ma'qul, bir qitimni fursat beraman. Bu men 3 kech kunduz o'ylab topgan chora. O ahmoq toshqanni tutib kelsanglar, uni nasbaskur qo'riqi almashtiramiz. U ahmoq shuncha pulga yaramdi. Bihe xafa bo'lib qolgandek turdi. O'z yolg'iz beliq tutishga amaraqkan biz kelsak cho'qim xafa bo'lib qoldi. Otqa shakam bihe qaranglar degan. Bihini xatarga uchrashidan ansiraydi ekan. Beliq tutsa nim bo'lmoqchi edi. Bihi suv izlanmaydigan tursa, qizg'ina yamoqchilarning parakandichilik selvatxonaga 20 necha qatam bo'pti. Bihini deb keladi ekan. Bihiga deb qo'yayli, u sirtga chiqmasin. Otqash bilan dinozavr palvon bihiga ehtiyot qil debdi, lekin bihi ishonmabdi. Bo'lmabdi. Men berib bihiga dey. Bihi, qozg'inning yalaqchilari. Bihi doim hech kimning gapini anglamaydi ekan. Bo'ptilar, biz uning hamra bo'layli. Qarmoq bo'lmasa beliqni qanday tutamiz? Bihining bexatarligi uchun beliq tutayotgandek turibmandiq. Men u beliq tutishga bakrak ting'ilimi bo'lmagan. Apla, o ahmoqning endi toshqanlar barkan emasmi? Bu qitim gapingga kiraysan, nima desang shu? Endi aqlingni topdim. Ilgari gapimga kirgan bo'lsang, burilib tutib olgan bo'ladi. Bo'ladi, degina qanday qilamiz? Bu bizning oxirgi fursatimiz. U ahmoqni yana tutamasak, xo'jayinimiz terimizni ta'tir so'ymay qo'ymaydi. Bu qitim bo'linib harakat qilaylik. Sen uning amralarini aldab ipket, men u ahmoqni tutay. Shunday qilaylik. Amaqa deyib ketdi. Amaqa deyib, yana chatoq terg'il keldimi? Uningga men taqobil turay yo'qa. Bu qitim chatoq terg'ili kelmadim. Chatoq terg'il kelmasang yaxshi ish qilgil keldingmi? Rost gapni desam, sizlarni behidan ayirib keldim. Behidan ayirib etamsan, amsi maqsadga yetibsan. Qaytib
Şu emasmi? Xo'sh. Meni ko'ribdi-da. Nega qochsizlar? Maqadiyik, adibimni yemaydi, sen bu yerda ketib ol. Kim adibini yeydigan? Qani ko'ramiz. Qizini undirganga to'ydirmaydigan bo'lsam. Hey, toşkan palvan, men. Voy, öcep züyrüktüm. Toşkan palvan, bile oynaylı. Söndün züyrüktüm dedim bu. Endi karametimdeki. Büyülüklerini koçurup ettim. Maqadiyik bu yerda. Maqadiyik, hiç hoşunu tapmadın mı? Dinozavurcaq bo'lsa hammanglar kelinglar. Senden herkes qo'rqib qolmayman. Çoşkan yordamga kelsimi qo'rqmayman. Men bu qitim sen bilan urush qila emas, sizlarni bu yerdan ayirib o'tish uchun keldim. Yaxshi, Şadliq qoriqining to'r bekitini ularni. O ahmoqning qo'limizda ekanligini tezda. Behi hozir bizning qo'limizda. Uni hayot qolsin desanglar, bizga Şadliq qoriqini beringlar. Gipi cho'ng'u, dinozavurcha o'xshamabdi. Bilgan bo'lsanglar, quruqyatni oz qilib, Şadliq qoriqini bizga beringlar. Bo'lmasa oqibat o'zinglar javob ber. Yaxshi deding, tunji qitim o'rinliq gap qilding. Men xatbishni bilaman, mening bu yerda turg'im yo'q. Meni o'tqoch tez kelib ketsin. Xo'jayin, O ahmoq o'zi deysan. Sana necha qitim deyman, mening ismim ahmoq emas. Behi, esingda tutolmaydi ekansan, kallang bormi yo'q sening? Behi, xo'jayinimiz sana bek ko'ngil bo'ldi. Esimda. Ular xatbish shirtining ostiligini. O'tqoch meni qutqizib ol. Behi, bek aqlli ekan. Yaxshi dedim. Bir beliq osmonda uchyotdi. Bu nima degani? Bir beliq osmonda uchyotdi. Bu nima degani-du? Yaxshi qilding, Behi. Bir qora iyiq chivinnikini qanti bilan uchar kemini qo'g'layman deb ishtiniga siyvatdi. Nima qariya chivinnikida? Qariya ishtini siyvatdi. Bir mushuk, bir it, bir chivin, bir kepinak, yana bir chumula. O marisi kelganmidi? Qo'ysi qo'ytirishkuni av ang cho'ngi. Bek beyzi bo'ldi. Nemish bo'ldi? Dinozavr polvon mushunda qilsang ular seni qo'yib etadi degan. Meni qo'yib etmasanglar, butun tog' u Kelson tez opirib qo'yinglar. Bek beyzi bo'ladi ekan, yana o'ynag'im bor. Dinozavr polvon, sen bu besh ikimiz o'tirsidagi maxfiyatlik sana desam bo'lmaydi. Maqadiyik, bilarman chiqqan kompyuterni qayta